Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Manchester City rahbariyati klub bilan amaldagi shartnomasining yakuniy muddati yaqinlashayotgan ikki futbolchining kelajagi bo'yicha qaror qabul qildi. Daily Mail nashrining ma'lum qilishicha, shaharliklar klub tarbiyalanuvchisi Phil Foden bilan 2027-yilning yozida yakunlanadigan shartnomani yangilaydigan bo'ldi. Sport bo'limi tez kunlarda o'yinchining vakillari bilan muzokarani boshlaydi. Klub mutasaddilari joriy mavsum boshida oltin to'p sohibi Rodri bilan hamkorlikni uzaytirish borasida muzokara boshlagandi. Hozir bu jarayon to'xtatildi. Manchester City xo'jayinlari 29 yoshli ispan futbolchisi salomatligini tiklab olgandan keyin uning kelajagini yana bir bor o'ylab ko'radigan bo'lyapti. Jamoada so'nggi mavsumini o'tkazayotgan markaziy himoyachi John Stonesning kelajagi mavhum bo'lib turibdi. Shaharliklar tajribali o'yinchi mavsumni jiddiy jarohatlarsiz o'tkazgan taqdirda unga yangi bitim taklif qilishi mumkinligini aytilmoqda. Angliya Premyer Ligasi 12-tur doirasida Newcastle o'z uyida Manchester Cityni qabul qiladi. Taxminiy tarkibga ko'ra bugungi Newcastle va Manchester City uchrashuvida har ikki jamoa o'zining eng optimal va jangboz variantlarini maydonga tushirishi kutilyapti. Avval Newcastle tarkibidan boshlaymiz. Darvozada Nick Pope, himoya chizig'ida Trippier, Diaz, Botman va Hollar. Markazda Gimarais, Tonali, Joelinton uchligi. Hujumda esa Barnes va Murphy. Markaziy hujumda Voltimadilar joy egallagan. Taxminiy tarkibga ko'ra Manchester City bugungi o'yinni Donnarumma bilan boshlaydi. Himoyada Nunes, Rubin, Diaz va Gvardiol. Markaziy zonada O'Reilly va Nico. Oldingi chiziqda esa Cityning eng xavfli qismi Foden, Bernardo Silva va Doku. Albatta markazdagi asosiy figura hujumchi Erling Haaland tarkibga kiritilgan. Taxminiy tarkibga ko'ra hamyurtimiz Abduqodir Husanov bu o'yinni zaxirada boshlashi mumkin.